Hurmatli aka-ukalarim, hozir kelgan joyim Sergeli 12-bekat. 12-bekatdan 100 metr bahaybat domga kelganman. 5-etajda 79 kvadratli zo'r uyga kelganman. Narxi ham oldindan aytib o'taman. 69700 bo'ldi. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqasizlar, uyli bo'linglar, ketdik ko'rib chiqamiz. Aytib o'tganimdek, uyimizning fishkalarini aytib o'taman. 1,5 ga 8 balkon, 1,5 ga 3 yana bitta balkon, zerkalniy. Vashti zo'r uy. Ketdi mana balkondan chiqsangiz, bu spalniy qilsangiz bo'ladi. Spalniydan chiqqaningizdan keyin koridorlar, razdelniy, hammom, tualet, razdelniy. Bo'tga ham mana bitta detskiy qilasizmi? Mana bu yoqda aytib o'tganimdek zerkalniy. Bu yoqda 1,5 ga 3 balkonimiz. Vashti go'zal uyga kelganman. Mana mana 3 xona qilib turib, xonani to'rxona qilib olsak ham bo'lar ekan, bor-ku. Vashti katta kvadratli, 79 kvadratli. 69700 bo'ldi. Nomerga chiqing, aloqa qiling, uyli bo'ling, sog' bo'ling.